Hurmat hojilari bilan tavof qilishga kelyapmiz inshaalloh. Mana biz tavofdamiz Umra jannat hojilari bilan. Umra jannat hojilarimiz tavofdan keyingi kirakat nafil namozini o'qishyaptilar. Xudo xolasa Xorazm umra jamiyati hoji ayollarimizni inshaalloh Ka'bani ushlashga olib ketyapmiz. Hojilarimiz xursandchilikdan yig'ishyapti. Taassurotlaringiz hojani? Bana çık gidemiz. Hozirda Ka'bani birinchi ko'rganingiz ichingizdan nima o'tgan? Şu dünyamızda tinchlik asosiydagiz bo'ladi. Elimiz, yurtimizda, xalqimizda, oilamiz bolalari tinchlik asosiydagiz bo'ladi. O'g'lingiz bordimi, qizingizmi? Farzandlaringiz bordimi? Farzandlar berdimi? Ya Yo'q, farzandlaringiz bordimi yo o'zingiz keldimi? farzandlarim yuvardi. Maşallah. Farzandlarim boriga shularni. İnşallah farzandlaridan qaytsin. Aynen. Rahmat. Assalomu alaykum aziz xorazmliklar, Qo'shko'pir tumani aholisi, hammalaringizga salom. Ka'badan turib hozir gapiryapman. Hammangizga ham shu yerlarga kelib tavof qilish Ka'batullohni nasib qilsin. Hamma sog' bo'lsin, omon bo'lsinlar. Ka'bani birinchi ko'rganingiz ichingizdan nima o'tdi? O'zi uni ta'riflab qoladigan emas. U odam uni uchun bir kelib ko'rish kerak o'zi. Maşallah. Ana shuni biz og'iz bilan, so'z bilan ta'riflaydigan emas. Rahmat. Mana biza Umraga kelib Ka'bani tavof qilib o'tiribmiz. Bunday sharoitlarni yaratib bergan O'zbekiston prezidentiga, O'zbekiston aholisiga, Xorazm umra jamiyatlariga kattadan katta rahmatlar. Shularni shu Ka'bani atrofida duo qilib turibmiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, hamisha amon bo'lsin. Farzandlaringiz tomonidan keldingizmi, o'zingiz keldingizmi? Farzandlarim tomonidan keldim. Farzandlarimga ham rahmat. Hammani yetirsin shunday yaxshi kunlarga. Amin. Shunday umra ziyoratlariga Allohim hammani biznikilar yetirgaysan. Hammani O'zbekiston xalqlarini o'tganlarni mag'firat qilgin. Olganlarni salomatlik qilsin. Robbana atina fid dunya hasanat va fil oxirati hasanat va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Hojani Ka'bani ushlaganingiz ichingizdan nima o'tdi? Aytma. İlayim, Xudoyim yurtimizni tiladim, sog'liqni tiladim, bolalarimni sog'liqni tiladim, xo'jayinlarimni sog'liqni tiladim, og'ayat tug'anim hammasini sog'liqni tiladim. Allohim hamisha o'zi panohimda asragay, Allohim pulini minni bergay, Allohim oldimizda Xudoyim shukr prezidentimiz ham sog'-salomat bizlarni shunday etib yaratib beribdi. Allohim bilmagan holda keldik. Allohim bizlardan rozi bo'lsin Xudoyim. Hamisha sog'lik, omonlik bo'lgan. Kelmaganlar bizlarni kelargaylar Xudoyim. Yana xo'jayinim bilan kelgayman Xudoyim. Allohim